Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы начинаем серию подкастов про исламские финансы, про финансовые технологии в сфере банкинга, в сфере других интересных направлений. И будем рады, если вы на нас подпишетесь, так как впереди вас ожидает очень много интересного. Вас ожидает аналитика, вас ожидают интересные обзоры, вас ожидает экспертное мнение, интервью и так далее. Подписывайтесь на нас, оставайтесь с нами. А сегодня наш подкаст посвящен теме цифровизации исламского финансирования в Республике Узбекистан. И сегодня с нами в эфире топовый эксперт в Республике Узбекистан в сфере исламского финансирования и также региональный эксперт Джахангир Имамназаров. Очень рады мы сегодня его здесь видеть и приветствовать вместе с вами. Джахангир aka, Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra 2026-yilning birinchi choragida islomiy moliyalashtirish hajmi 11,2 milliard so'mga yetdi va bir yil ichida deyarli 80 barobar oshdi. Sizningcha bu haqiqiy talab oshayotganini ko'rsatadimi yoki bundan past bazaning ham ta'siri bormi? Avvalambor assalomu alaykum. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Xo'p, bugungi kunda islom moliyasi mahsulotlariga bo'lgan talabni bu darajada o'sishini bir necha sabablari bor. Shulardan asosiysi xalqimiz islom moliyasi haqida ma'lumotga ega bo'la boshlaganidan dalolat beradi. Ya'ni ilgari islom moliyasi to'g'risida ma'lumot bo'lmagan. Bugungi kun kelib xalqimizda shu ma'lumot bor. Ya'ni bizga o'xshagan masalan mutaxassislar, shu sohani jonkuyarlari xalqimizga shu ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilishgan. Bundan tashqari moliya muassasalari sekin-asta xalqimizga o'sha islom moliyasi mahsulotlarini taklif qila boshlashgan. Bu esa albatta sekin-astalik bilan xalqimizni demak fikrida, ongida ma'lum o'zgarishlarni hosil qiladi. Ya'ni ilgari masalan xalqimiz bilgan islom moliyasi borligini, lekin uni tafsilotlarini, uni imkoniyatlarini yaxshi bilmagan, chunki ma'lumot bo'lmagan. So'nggi bir necha yil davomida bu haqda ma'lumot paydo bo'la boshladi. Sekin-asta sifatli ma'lumot yetib borgandan keyin xalqimizda bu sohaga qiziqish ortdi. Xalqimiz deganda men nafaqat jismoniy shaxslarni, balki o'sha tadbirkorlarni ham nazarda tutaman. Masalan, o'sha yakka tartibdagi tadbirkor bo'ladimi, biznes vakillari bo'ladimi, kichik biznes vakillari bo'ladimi, farqi yo'q. Demak, buni hammasi baribir xalqimizning vakillari. Demak, biz xalqimiz deganda shuni nazarda tutaman. Azaldan xalqimizda islom dinida ko'zda tutilgan demak ma'lum bir cheklovlar yoki ma'lum bir nima desak bo'ladi, imkoniyatlar xalqimizda qiziqish uyg'otib kelgan. Chunki O'zbekiston aholisini 90% dan ortig'i musulmon hisoblanadi. Shuning uchun bu narsa tabiiy. O'zini ko'pchilik demak dinini talablarini bilishga harakat qiladi, tushunishga harakat qiladi. Bu tabiiy narsa. Sekin-sekin demak islom moliyasi degan tushuncha ham borligini, uni muayyan imkoniyatlari mavjudligini demak yangi ma'lumotlar orqali, turli bir takliflar orqali, ya'ni masalan o'sha islom moliyasi bilan shug'ullanayotgan muassasalar, ya'ni moliya muassasalari tarafidan taklif etilayotgan o'sha mahsulotlarni o'rganib, tushunib borish natijasida demak bu talab shakllandi va sekin-asta kuchayib bormoqda. Endi davom etadigan bo'lsak, endi demak ma'lumot paydo bo'ldi. Xalqimizdagi mavjud bo'lgan demak talab sekin-asta ro'yobga chiqa boshladi. Lekin boshqa savol tug'iladi.
bu talab o'zi nimani aks ettiradi? Bu talab ko'pmi yoki kammi? Ertaga bu talab kuchayadimi yoki susayadimi? Degan savollar tabiiy tug'iladi. Endi bir qiziq narsa bor. Masalan, moliya muassasalari xalqimizga ularni talabiga yarasha bo'lgan mahsulotlarni taklif qilishga tayyormi degan savol bo'ladi. Ilgari savol bo'lardiki, xalqimiz o'zi tayyormi? Endi savol paydo bo'lyaptiki, bunga moliya muassasalari tayyormi? O'sha banklar, mikromoliya tashkilotlari tayyormi? Bu xalqimizni talabiga, ehtiyojiga javob yetarlimi moliya muassasalari tarafidan yoki yo'qmi? Degan, demak, savollar tug'ilyapti. Albatta, bugungi kunda ikkala tarafda ham mavjud kamchiliklar bor. Ya'ni xalqimizda bu yo'nalishni hali to'liq tushunmaslik bor. Ba'zi bir afsonalar bor xalqimizning ichida bo'lgan. Shu bilan birgalikda moliya muassasalari ham tayyorgarligi hali yuqori darajada deb ayta olmaymiz, chunki bu yo'nalish to'g'ri tushunish kerak, endi kirib kelyapti. Shuning uchun moliya muassasalari ham texnik nuqtai nazardan hali ko'pchiligi tayyor emas. Mana O'zbekistonda Islom bank faoliyati to'g'risidagi qonun, ya'ni tijorat banklariga islom moliyasi bilan shug'ullanishga ruxsat beradigan qonun mart oyining oxirida qabul qilindi. Va shu joriy oyning, ya'ni iyun oyining oxirida kuchga kiradi. O'zi 2 oy ham bo'lmagan bo'lsa hali qonun qabul qilinganligi. Qanaqasiga hamma moliya muassasalari tayyor bo'lishi mumkin? Albatta tayyor bo'lishi bu nima deydi? Qiyin bo'lgan narsa va bu tabiiy, chunki qonunchilik shakllanmagan sharoitda ko'pchilik moliya muassasalari demak bu yo'nalishda tayyorgarlik ko'rishmagan. Ba'zilar tayyorgarlik ko'rishgan, ba'zilar tayyorgarlik ko'rishmagan. Kim nima deydi, bir oldindan harakat qilish, ya'ni ingliz tilida proactive deydi. Ya'ni oldindan harakat qilish bir qobiliyati, shunga ko'zi yetgan moliya muassasalari bunga tayyorgarlik ko'rishgan. Lekin yana bir o'zbekning chiroyli bir gapi bor. Suvni ko'rmaguncha etik yechmaslik degan gapi bor. Ya'ni suv ko'rinmagani uchun hali etigini yechmagan ular. Suv ko'rinsin, keyin etigini yecharmiz, etigimizni yecharmiz degan bir yondashuv bo'lgan. Hali bir qonunchilik bo'lsin, paydo bo'lsin, bunga talablar aniqlansin, ya'ni Markaziy bankning talablari ochiqlansin. Shundan keyin harakat qilarmiz degan moliya muassasalari ham yo'q emas. Shuning uchun tayyorgarlik ham shunga yarasha. Ha. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Katta rahmat. Ikkinchi savol. Aholi va biznes vakillari orasida islomiy moliya haqida eng ko'p uchraydigan noto'g'ri tushunchalar qaysilar? Agar aytib bersangiz. Xo'p. Biz boshida juda bir chiroyli, ya'ni qo'shtirnoq ichida chiroyli bir ajoyib desak bo'ladi. Bir tushunmovchiliklar bo'lardi. Ya'ni xalqimiz uni islom moliyasi deganda bir xayriya tashkiloti bilan shug'ullanuvchi muassasalar degan bir qanaqadir tushunchasi bo'lardi. Ya'ni ertaga islom banklari ochilsa, biz kelamiz, bizga bemalol pulni berishadi islom banklari va biz shug'ullanib biznesimiz bilan yaxshi bo'lib ketsa bankka pul beramiz, ya'ni o'sha pulni qaytaramiz. Yaxshi bo'lmay ketsa bank kechib yuboradi degan bir tasavvurga ega bo'lishgan. Hozir endi albatta ancha yillardan beri bu to'g'risida ko'pchilik tushunib kelyapti va shuning uchun bu tushunchalar ancha demak o'zgardi. Bugungi kunda endi biroz boshqacharoq noto'g'ri tushunchalar hali ham mavjud. Masalan, islom banklariga biz kelamiz, biz tadbirkorni yoki bo'lmasam aholini tushunchasi shunaqa. Biz kelamiz,
islom banklari biz bilan sherikchilikka qanaqadir loyihalarni amalga oshirishadi va biz daromadni yoki foydani bo'lib olamiz, zarar ham shunga yarasha bo'ladi. Yana bundan ham nimasi, foyda va zarar 50-50 bo'ladigan tushunchalar ham bor. Ya'ni doimiy ravishda shu 50-50 ishlaymiz. Ya'ni foyda ham, zarar ham demak teng bo'linadi degan bir tushunchalar bor. Bu oldingidan ko'ra albatta biroz to'g'riroq tushunchalar-ku, lekin bu ham hali to'g'ri emas. Chunki islom banklari birinchidan xayriyat tashkilotlari emas. Ikkinchidan islom banklari ham boshqa tijorat banklari bilan raqobatga kirishib, ular bilan shu maydonda raqobatlashib faoliyat olib boradigan, demak, moliya muassasasi. Bu tijoriy, demak, tashkilot. Tijoriy tashkilotning maqsadi nima? Daromad topish, pul topish. Ya'ni raqobatlashgandan keyin boshqa tijoriy banklar bilan, an'anaviy tijoriy banklar bilan raqobatlashgandan keyin, demak, ularning taklifi ham raqobat bardosh bo'lishi kerak. Tijorat banki masalan deylik 1 million foyda ko'rganda, bular 100 ming foyda ko'rishi, demak, ochiq raqobat bozorini qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak. Shuning uchun tadbirkorlarimiz o'ylamasliklari kerakki, bu biz hozir masalan islom banki ochilsa boramiz, islom banki biz bilan hamkorlikda loyihalarimizni teng sheriklikda amalga oshiradi. Yo'q, unaqa emas. Teng sheriklikda degan narsani o'zi unchalik to'g'ri emas. Chunki siz masalan 30% pul mablag'i kiritsangiz, bank 70% kiritsa, u teng sherikchilik bo'lmaydi, 70 ga 30 bo'ladi. Agar siz 25% kiritsangiz va bank 75% masalan kiritsa, u 25 ga 75 bo'ladi. Teng 50-50 degani emas. Endi undan tashqari yana bir narsani aytib o'tish kerak. Sherikchilik qilish bu katta xatarni zimmaga olish degan. Masalan siz deylik tadbirkorlik qilmoqchisiz. Deylik bir o'rtog'ingiz bilan tadbirkorlik qilmoqchisiz. Deylik mayli 50 ga 50 ham pul mablag'larini tashladingiz. Ya'ni loyihani amalga oshirish uchun 10 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, siz 5 ming dollar, sherigingiz 5 ming dollar o'rtaga tashadi. Lekin siz o'zingiz ishonmagan, o'zingiz bir ilgari bir moliyaviy faoliyat olib bormagan odam bilan sherikchilikka kirishasizmi? Yo'q, albatta. Albatta yo'q. Chunki hamma ham sherikchilikka kirishayotganda sherigini ishonchli shaxs bo'lishini xohlaydi. Va bu tabiiy holat. Birinchidan. Firibgar odam bilan demak hech kim sherikchilikka qilgisi kelmaydi, chunki ertaga deydi, mana deydi, chuv tushirib ketadi deydi. Shuning uchun firibgarlik bilan shug'ullangan yoki firibgar degan nomi chiqqan odam bilan hech kim hech qachon sherikchilik qilishga harakat qilmaydi. Albatta xohlamaydi. Shuning uchun ishonchli, ilgari masalan pullik munosabatda uni aldamagan, halol ishlagan va halolligidan tashqari biznes qoidalarini yaxshi tushunadigan inson bilan sherik bo'lgisi keladi odam. Tadbirkorlar ham yoki o'sha yuridik shaxslar ham boshqa yuridik shaxs bilan munosabatga kirishayotganda, sherikchilik qilmoqchi bo'lganda ularni nimalarni o'rganishadi? Balanslarni o'rganishadi, tegishli hujjatlarni o'rganadi, daromadlilik qanaqa darajada bo'lganligini o'rganadi. O'sha balansga, ya'ni moliyaviy hujjatlarini tekshirib chiqadi. Kim sherik bo'lmoqchi bo'lsa. To'g'ri kelgan, demak, tomon bilan sherik bo'lib ketavermaydi hech kim. Agar o'sha balanslarida daromad, xarajat, foyda va zararlar to'g'ri aks etgan bo'lsa, shundan keyin u o'ylab ko'radi bilan sherikchilik qilishni. Va sherikchilikka kirishdan oldin o'sha kompaniyani bozordagi, demak, o'rnini, obro' e'tiborini, ya'ni rus tilida reputatsiya deymiz, o'rganib chiqadi. To'g'ridan to'g'ri kelib, ko'zini yumib, to'g'ri kelgan shaxs, yuridik shaxs bo'ladimi, jismoniy shaxs bo'ladimi, sherikchilik qilib ketmaydi. Albatta bu tomonlarni o'rganadi va o'sha
yuridik shaxsni yoki jismoniy shaxsni bozordagi o'rni mustahkam bo'lsa, uni obro' e'tibori demak yetarli bo'lsa, shunda keyin sherikchilikka kirishishi mumkin bo'ladi. Endi islom banklari ham xuddi shunaqa. To'g'ri kelgan mijoz bilan sherikchilik qilib ketavermaydi. To'g'ri kelgan mijoz mana loyiham bor, juda zo'r loyiha. Shunda bir sherikchilikda shu loyihani sherikchilikda amalga oshiraylik deb kelsa, bank bo'ldi, siz kelib qolibsiz, qani to'g'riga o'ting, birga shuni qilamiz deb darrov pul chiqarib o'rtaga qo'ymaydi. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Banklar bu moliya muassasalari, ular o'sha mijozni obdon tekshirib, demak, o'shani moliyaviy holatini tekshirib, uni o'sha biznes rejasini ming chig'iriqdan o'tkazib, tekshirib va shundan keyin moliyalashtirishi mumkin yoki bo'lmasam sherikchilikka kirishadigan bo'lsa ham sherikchilikka mana shundan keyingina kirishishi mumkin. Va yana bir narsani aytib o'tish kerak. Men o'zim 10 yildan ortiq bank tizimida ishlaganman va bank tizimida demak o'sha eng oddiy mutaxassisdan o'sha bankning rahbari darajasigacha bo'lgan hamma bosqichlarni bosib o'tganman, shuning uchun bilaman. Bank rahbari bo'lgan paytimda ayniqsa juda ko'p mijozlar murojaat qilishgan moliya mablag'lari olish uchun. Va biz o'sha bankning mutaxassislari, o'zim hammamiz o'rganib chiqib, ularning holatini va shundan keyin demak o'sha biznes rejasini ham o'rganib chiqardik. Uni o'zini demak oldingi tarixini ham o'rganib chiqardik, bank bilan bo'lgan munosabatlarning tarixini demoqchiman. O'rganib chiqib, shularning asosida bir qaror qabul qilardik. Chunki ochiqini aytish kerak, tadbirkorlarning ichida ham juda ham ko'p o'zini birinchidan o'zini mas'uliyatini his qilmaydiganlari ko'p. Firibgarlik qilmoqchi bo'lganlari ko'p. Ya'ni shu chuv tushirsa-da, o'sha pulni olib o'zini qanaqadir shaxsiy ehtiyojlariga ishlatsa-da, shu bilan uni qaytarmasa, bank keyin uni o'zini zarariga olsa, u xarajatlarni, u demak shunaqa bir aytaylik bir firibgarona rejalar bilan yuruvchi tadbirkorlar ham juda ko'p. Bank har bir tijoriy, ya'ni har bir o'sha tijoriy moliya muassasasi xatarlarni boshqarish tizimiga ega. U xatarlarni boshqarish tizimida o'sha mijozlarni scoring deydi, ya'ni mijozlarni tekshirish, ularni moliyaviy holatini tekshirish, ularni obro' e'tiborini tekshirish va boshqa turli jihatlarni tekshirish tizimi yo'lga qo'yilgan. Aks holda tijoriy o'sha moliya muassasalarida xatarlar juda ham kuchayib ketgan bo'lardi. Shuning uchun islom banklari ham xuddi an'anaviy banklar singari kelgan mijozlarni turli tomonlama tekshirishadi. Ularni har tomonlama tekshirishadi va shunga qarab ish ko'rishadi. Keyin yana bir narsa bor. Masalan, tijorat banklarida kecha kelgan mijoz bor va 10 yildan beri o'sha bankda demak faoliyat yurituvchi, o'sha bankning 10 yildan beri mijozi bo'lgan bir mijozlari bor, ha? Demak, o'sha 10 yildan beri shu bankda demak reputatsiya bir faoliyat yuritayotgan mijoz bilan kecha bankka demak kirgan mijozni o'rtasida albatta farq bo'ladi. Banklar o'sha o'zini doimiy mijozlarini qaysi bir ishonchli, qaysi bir unchalik ishonchli emas, qaysi birda mas'uliyat kuchli, qaysi birda mas'uliyat kuchli emas, bularni hammasini inobatga olishadi. Hozir aytib o'tganimdek, banklar o'zini o'sha xatarlarni boshqarish tizimiga ega. Qaror qabul qilish tizimiga ega. Ya'ni bitta shaxs u yerda qaror qabul qilmaydi. O'sha bankning rahbari bo'lsa ham, u bankning rahbari bo'ldi, shu mijozga moliyalashtirish mablag'larini taqdim qilamiz, bu bilan sherikchilik qilamiz degan qarorni qabul qilmaydi. Maxsus qo'mita bor. U qo'mita a'zolari bor u yerda. Qo'mita a'zolari demak masalani har tomonlama o'rganib chiqib, o'z fikrlarini bildirib va o'sha demak jamoaviy bir qaror qabul qilinadi.
yakka bir shaxs bankka hatto rahbar bo'lsa ham u o'zini ko'ngliga kelgan ishni qila olmaydi. Shularni inobatga olishimiz kerak. Albatta, juda qiziqarli. Katta rahmat sizga. Ko'pchilik islomiy moliyani faqat diniy yo'nalish deb biladi, lekin aslida uning banklar va mikromoliya tashkilotlari uchun iqtisodiy foydasi nimada? Islom moliyasi deganda albatta bu islom so'zi bo'lganligi uchun bunda albatta dinni demak o'rni bor va hal qiluvchi o'rni bor. Ya'ni islom moliyasi bu islom dini talablari doirasida faoliyat yurituvchi demak moliya tizimi. Demak bu ushbu moliya tizimida islom dini talablari inobatga olingan. Lekin bu degani islom banki bir diniy tashkilot emas. U birinchi navbatda moliyaviy tashkilot. Moliyaviy tashkilotning maqsadi nima edi? Pul qilish, Daromad topish. daromad topish. Albatta. Endi mana qarang, oddiy mana hayotimizda deylik, kimdir dinini talablarini inobatga olgan holda spirtli mahsulotlar ichmaydi, masalan, deylik. Kimdir o'zini o'sha diniy e'tiqodlari tufayli masalan bir islom dinida taqiqlangan mahsulotlarni iste'mol qilmaydi. Xuddi shu kabi demak o'zini diniga muvofiq yashamoqchi bo'lgan inson islom bankiga murojaat qiladi. Bu yog'iga shu murojaat qilgandan keyin bu yog'iga endi moliyaviy munosabatlar shakllanishni boshlaydi, diniy emas. Chunki islom banki dinimizni talablariga muvofiq ravishda sizga moliya mablag'lari taklif qilamiz deydi va bunga o'sha islom moliyasi, islom huquqi bo'yicha mutaxassislarni xulosasini ko'rsatadi mijozga. Mijoz uni tafsilotlarini bilishga unchalik qiziqmaydi ham, chunki u mutaxassislarning xulosasini ko'rgandan keyin unga shuni o'zi yetarli bo'ladi. Hamma mijozlar ham demak o'sha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan va buni o'zini dinini talablar doirasida amalga oshirmoqchi bo'lgan tadbirkorlar ham buni yaxshi bilishmaydi. Shuning uchun ularga o'sha mutaxassislarning xulosasi yetarli bo'ladi. Agar bank mana bu bizni mahsulot demak islom moliyasi bo'yicha mutaxassislar tomonidan tasdiqlangan, mana ularning xulosasi deb ko'rsatsa, uni o'zi yetarli bo'ladi o'sha tadbirkor uchun. U endi ikir-chikirga kirishib o'tirmaydi. Bo'ldi deydi. Bundan buyog'iga demak moliyaviy munosabatlar birinchi o'ringa chiqadi. Bunda demak endi oldi-berdi boshlanadi. O'sha loyihani amalga oshirish. Buni deylik yaqinda bir boshqa demak din demayman, hattoki u dindor bo'lmagan shaxs, masalan men bironta dinga e'tiqod qilmayman degan shaxs aytadiki, men deydi islom moliyasi talablarini o'rganib chiqdim. Menga juda ma'qul bo'ldi dedi. Masalan deydi, g'arar tushunchasi boshqa dinlarda hech uchratmagandim shu narsani deydi. G'arar degani bu noaniqlik, mavhumlik degani. Ya'ni shartnomalarda tomonlar uchun noaniq bandlar bo'lmasligi kerak. Shu islom moliyasida shunaqa talab bor. Ya'ni g'ararga yo'l qo'yilmasligi kerakligi bu islom moliyasi tamoyillarida bor narsa. Bor bo'lgan tushuncha. Endi shu odam aytadiki, menga deydi bu g'arar tushunchasi juda yoqdi. Ya'ni g'ararga yo'l qo'yilmasligi menga juda yoqdi. Men deydi islom moliya muassasalariga murojaat qilib, ulardan moliya mablag'lari jalb qilishim mumkinmi? Albatta mumkin. Bu yerda muammo yo'q. Chunki islom bankini tepasiga yozib qo'yilmagan. Bu muassasa faqat musulmonlar uchun deb yozilgan yozuv yo'q. Har qanaqa dinga ergashuvchi yoki umuman dinga ergashmaydigan shaxslar ham kirib islom banklarini mahsulotlaridan bemalol foydalanishlari mumkin. Bunda hech qanaqa muammo yo'q.
Bu haligi Shu yaxshi. va albatta yaxshi. Bu bizni dinimiz o'zi ajoyib bag'ri keng din, ya'ni dinimiz o'zi bag'ri kenglik dinlar. Hech kimni ko'krigidan itarmaydi. Kelsa bemalol kirib demak foydalansin. Agar unga o'sha moliya muassasasining talablari yoki takliflari ma'qul kelsa, o'sha mijozni moliyaviy holati va uni obro' e'tibori va boshqa demak bankning talablariga o'sha mijoz javob bersa, muammo yo'q. Ikkala taraf bemalol hamkorlik qilishlari mumkin. Bunda dinimizda hech qanday taqiq yo'q. Ha, to'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Juda qiziqarli javob. Katta rahmat sizga. Islomiy moliyaviy mahsulotlar orqali banklar qanday yangi mijozlarni jalb qila oladi? Xo'p, islom moliyasi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan muassasalar aytgancha bu an'anaviy banklar bo'lishi mumkin. Chunki an'anaviy banklar doirasida islom darchalari ochishga demak ruxsat berilishi kutilyapti shu yangi qonun doirasida. Demak, an'anaviy banklar doirasida ham islom darchalari ochilishi mumkin va banklarga bu nima beradi? Bir qiziq, men sizga nimani aytaman, so'rovnomani natijalarini aytaman. 2020-yil ko'pchilikka ma'lum, O'zbekistonda 2020-yilda biz ham fikr, ham kasblarimiz bilan birgalikda keng ko'lamli tadqiqot olib borganmiz va shu tadqiqot doirasida biz butun respublika bo'ylab so'rovnoma o'tkazganmiz. Aynan islom moliyasi doirasida bo'lgan o'sha so'rovnoma edi bu. Shunda biz o'sha paytda 30 ta bank bo'lgan bo'lsa, ham 30 ta bankka shu so'rovnoma anketalarini rasmiy ravishda, rasmiy xat bilan yubordik. Ushbu so'rovnoma Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi va O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi bilan hamkorlikda demak o'tkazilgan. Men o'sha tadqiqotni muallifi hisoblanaman. Shu tadqiqotni o'tkazishimiz doirasida demak o'sha so'rovnoma o'tkazganimizda o'sha banklarga demak 30 ta bankka o'sha anketani yuborganmiz. Unda turli savollar bo'lgan, juda ko'p savollar bo'lgan va undan biz o'sha so'rovnomalarimizga 27 ta bankdan javob olganmiz. 30 ta bank bo'lgan bo'lsa, 27 tasi rasman javob bergan. Va o'shanda ular yozganki, biz islom moliyasi bilan shug'ullanishga tayyormiz. 2020-yili shuni aytishgan. Mana 6 yil avval shuni aytishgan. Ya'ni biz islom moliyasi bilan shug'ullanishga tayyormiz, chunki bizni mijozlar tarafidan bunga ma'lum bir ehtiyoj sezyapmiz, ehtiyoj ko'ryapmiz deyishgan. Bu degani o'sha banklar bugunga kelib mana endi demak islom darchalari ochishlari mumkin o'zlarida. Bu nima beradi banklarga? Bu nima beradi banklarga? Bu yangi mijozlarni beradi. Ya'ni ilgari masalan o'zini diniy e'tiqodlari tufayli, diniy qarashlari tufayli an'anaviy bank xizmatlaridan foydalanmagan mijozlarni jalb qilishga yordam beradi. Endi bu hozirgi mana shu qabul qilingan qonunning bir zo'r tarafi shundaki, ilgari banklar qamrab olmagan mijozlarni endi bu yangi qonun doirasida qamrab olish mumkin bo'ladi. Masalan, ko'pchiligimiz bilamiz, xalqimiz masalan to'ylarga nihoyatda jiddiy e'tibor beradi. Serfarzand xalqimiz farzandlarini o'sha to'ylarni qilishda demak biz ma'lum darajada pul yig'amiz. Albatta. To'y endi bir serxarajat narsa, u to'yni o'tkazishga kattagina mablag' sarf bo'ladi. Albatta buni dinimiz isrof qilmasdan insof bilan qilishga buyuradi. Lekin shunda ham baribir xarajat bo'ladi. Demak, o'sha xarajatlarni qilish uchun biz bir necha yil davomida tayyorgarlik ko'rib boramiz, xalqimiz shunaqa. Demak, o'sha pullarni o'zlari o'sha yig'ib borayotgan pullarni ilgari diniy e'tiqodi tufayli banklarga foizli omonatlarga qo'ymagan aholi, demak islom banklari ochilsa, o'sha islom banklariga islom moliyasi talablariga muvofiq holda
demak o'sha omonatlarga qo'yishlari mumkin. Bu degani nima degani? Bu degani o'sha islom banklariga yangi mijozlar degani. Ilgari o'sha o'zini diniy e'tiqodlari tufayli demak an'anaviy banklarga murojaat qilmagan mijozlar endi islom darchalariga yoki yangi ochilgan islom banklariga yoki o'sha mikro moliya banklariga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Bu bank uchun nima degani? Yangi mijoz nima degani bank uchun? Yangi daromad manbai degani. Oddiy qilib endi ochiqni aytish kerak. Yangi mijoz bankka nimaga kerak? Yangi daromad manbai bo'lgani uchun kerak. Mijoz bu oddiy qilib aytganda bank uchun yangi moliya manbai. Xuddi shu kabi mijoz uchun ham bank bu moliya manbai. Ikkala tarafda ham bir-biriga bo'lgan demak qiziqish bor. Agar faqat bir tomonlama qiziqish bo'lganda edi, bu rivojlanmas edi. Bu xuddi haligi nimaga o'xshaydi? Javobsiz sevgiga o'xshagan bo'lib qolardi. Sen unga haligi sevgi izhor qilib yuraverasan, lekin u seni qabul qilmaydi. Shu bilan hech qanaqa demak nikoh bo'lmaydi. To'g'ri. Endi bu ikki tomonlama bir-biriga qaysidir darajada qiziqish bo'lgandan keyingina demak nikoh amalga oshadi. Endi buni albatta bir lirik chekinish deb aytishimiz mumkin. Katta rahmat sizga. Bugungi kunda O'zbekistondagi islomiy moliyalashtirish xizmatlarining deyarli 69%ni murabbaha tashkil qiladi. Nima uchun aynan murabbaha eng ko'p ishlatiladigan mahsulot bo'lib qolmoqda? Va kelajakda yana qaysi mahsulotlar bozor o'sishida yordam berishi mumkin? Xo'p. Endi murabbahaga keladigan bo'lsak, murabbaha bu nima? Murabbaha bu bugungi kunda islom bank moliya muassasalari tomonidan taklif qilinadigan moliyaviy mahsulot. Va bu moliyaviy mahsulot shu islom moliya muassasalari tarafidan murabbaha nima? Murabbaha bu bugungi kunda islom moliya muassasalari tarafidan taklif qilinayotgan eng mashhur, eng keng tarqalgan moliyaviy mahsulot. Murabbaha bu sotuvchi tarafidan mahsulotning tan narxini va o'zini ustamasini mijozga ochiq, oydin, oshkor qilishi. Ya'ni masalan deylik bir mijoz keldi, aytdiki menga dedi shunaqa uskuna kerak. Bank mutaxassislari bilan o'tirib mijoz demak o'tirib maslahat qilishadi. Demak o'sha mijozga kerak bo'lgan uskuna deylik Turkiyada ishlab chiqariladi. Uni narxi $100,000 turadi, masalan Turkiyada. Endi moliya muassasasi aytadiki, "Xo'p, men senga deydi o'shani deydi sotib olaman va sotib olib kelib senga o'zimni ustamamni qo'yib va tan narxi va o'zimni ustamamni ochiqlab senga oshkor qilib beraman. Muddatli to'lov asosida olasan keyin uni" deydi. Mijoz rozi bo'lsa, bu kelishishadi. Demak, keyin bank shu Turkiyadan o'sha uskunani masalan deylik $100,000 ga sotib oladi. Keyin unga yo'l kira xarajat qiladi, Toshkentga olib keladi va o'zini ustamasini qo'yadi. U tan narxi demak qanaqa hosil bo'ladi? Sotib olingan narx, yo'l kira xarajatlari, sug'urta xarajatlari, boshqa bojxona xarajatlari va boshqa turli xarajatlar demak uni tan narxini tashkil qiladi. Va o'sha tan narxining ustiga demak moliya muassasasi o'zini ustamasini qo'yadi, foydasini qo'yadi va mijozga shuni muddatli to'lov asosida taqdim qiladi. Mijoz ushbu demak uskunani bir necha muddat davomida, balki yil bo'ladi, balki oylar davomida, qanchadir muddat davomida sekin-astalik bilan to'lab bankning oldidagi qarzini yopadi va u mulkni demak o'ziga olib qoladi. Va foizlar oshmaydi. Endi bu murobaxada an'anaviy moliya mahsulotlaridan farqli ravishda bu yerda narx bir marta kelishiladi
va shu narxni mijoz bankka to'lash kerak bo'ladi. Ya'ni bu muddat uzaygani bilan yoki muddat qisqargani bilan mahsulot narxi o'zgarib qolmaydi. Chunki bu oldi-sotdi shartnomasi hisoblanadi. Murobaha bu oldi-sotdi shartnomasi hisoblanadi. Boshqa oddiy nasiya savdodan farqi shundaki, bunda hozir aytib o'tganimdek narx bo'yicha to'liq ma'lumot mijozga etiladi, oshkor qilinadi. Masalan, boshqa bir musavvama degan bir moliyaviy mahsulot turi bor, unda oshkor qilinmaydi. Mana 120 mingga senga sotaman, olsang ol. Uni tannarxi qanaqa edi desa, endi tannarxi oshkor qilmayman deydi masalan. Bunga haqqi bor. Bu musavvama, boshqa moliyaviy mahsulot. Masalan, hozir siz bozorga borsangiz, sizga sotuvchilar nech pulga olganini, unga nech pulga tushganini, yo'l kira xarajatlarini, o'zini ustamasini aytmaydi-ku, to'g'rimi? Siz so'raysiz, nech pul deysiz? 100 ming deydi. Siz kelishsangiz olasiz masalan. Xuddi shu kabi. Bu murobaha emas. Biz murobahani qanaqaligini tushuntirdik. Endi nimaga murobaha moliyaviy mahsuloti bugungi kunda islom moliya muassasalari tarafidan eng ko'p taklif qilinayotgan moliyaviy mahsulot ekanligini tushuntirib beraman. Chunki bu an'anaviy moliyalashtirishga juda yaqin keladi, o'xshaydi. Banklar uchun tushunarlik, qo'llash oson, yoki o'sha moliya muassasalari uchun qo'llash oson, mijozlar uchun ham tushunarlik, ochiq oydin. Hamma narsa demak tushunarlik, ochiq oydin. Shuning uchun ko'pchilik shu moliyaviy mahsulotdan foydalanadi. Endi masalan musharaka hali aytib o'tdik, sherikchilik. Bu masalan musharaka, ikki taraf masalan mijoz va bank pul demak o'rtaga tashlashadi va bir moliyaviy qanaqadir loyihani amalga oshirishadi. Moliyaviy emas, bir qanaqadir tijoriy loyihani amalga oshirishadi. Musharaka hali aytib o'tganimizdek o'ziga yarasha xatarlari ko'p. Ya'ni bu sizni hamkoringizni demak o'sha obro' e'tibori boshqa demak hamma tafsilotlari inobatga olinishi kerak. Sherikchilikka kirishganda sheriklar zimmasiga ko'p xatarlarni olish kerak bo'ladi. Bu yerda esa murobahada moliya muassasasini demak xatti-harakatlari, foydasi, boshqa hammasi ochiq oydin, aniq, tushunarlik va mijozdan masalan o'sha kerak bo'lsa garov oladi va uni shu murobaha asosida unga taqdim qiladi o'sha mahsulotni, ya'ni o'sha sotib olingan aktivni. Bu tomonlar uchun eng haligi sodda, tushunarlik bo'lgani sababidan va xatarlar tomonlar uchun past bo'lganligidan bu moliyaviy mahsulot mashhur bo'lib ketdi. Bundan tashqari ijara mahsuloti bor. Ijara mahsuloti ham o'ziga yarasha ancha demak keng qo'llaniladigan mahsulot hisoblanadi. Lekin qolgan moliyaviy mahsulotlar bunchalik, ya'ni murobahachalik yoki ijarachalik mashhur va talabgir emas. Qiziqarli. Juda qiziqarli. Katta rahmat. Islomiy moliyaviy mahsulotlar banklarga yangi bozorlarga chiqish va mijozlar bilan uzoq vaqt ishlashga qanday yordam beradi? Xo'p. Men avvalroq aytib o'tdim, banklar, tijorat banklari islom moliyasi kirib kelishi bilan yangi imkoniyatlarga ega bo'lishadi. Bu birinchidan, masalan, deylik, islom darchasi ochish bilan bog'liq. Islom darchasi ochilgandan keyin unga yangi mijozlar kirishni boshlaydi. Yoki ilgari faoliyatini imkon qadar o'sha xufiyona iqtisodiyot doirasida olib borgan mijozlar shu ochiq oydin bo'lgandan keyin demak o'sha islom darchalariga murojaat qilishni boshlashadi. Har doim yangi imkoniyatlar yangi eshiklarni ochadi. Masalan, o'sha tijorat banklari ilgari hozir aytib o'tganimizdek o'sha yastiqning tagiga bosib qo'ygan pullarni masalan aholi olib keladi,
yangi omonat turlariga qo'yish uchun, biznes vakillari yangi imkoniyatlardan foydalanib o'zini biznesini moliyalashtirishga harakat qilishadi. Bu esa faollikni oshishi. Umumiy iqtisodiy faollik oshgandan keyin albatta banklarga yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi. Umuman o'zi banklarni, men eskidan bitta gapim bor, banklar iqtisodiyotni chorrahasida turadigan bir tashkilot. U yoqqa o'tsangiz ham, bu yoqqa o'tsangiz ham bank orqali o'tasiz. Chunki bank mana hozir endi yangi e'tibor bergan bo'lsanglar talablar paydo bo'ldi. Escrow shotlar deyiladi. Masalan, escrow shot nima degani? Masalan, ikkita jismoniy shaxs bir-biri bilan demak uy oldi sotdi qilsa ham, demak bank orqali o'tish kerak degan talablar qo'yildi, masalan. Ikkita jismoniy shaxs, bittasi uy sotyapti, ikkinchisi uy olyapti, ilgari naqd bilan savdo qilib ketilaverardi. Hozir endi hammasi bank orqali bo'lsin deyildi. Bu esa nima degani? Bu tijorat banklariga yangi pul oqimlari kirib keladi degani. Ilgari o'sha o'zi bir chekkada ikkalasi bir-biriga oldi berdi qilgan bo'lsa, endi hozir bank orqali o'tgandan keyin bu iqtisodiyotga yangi pullar kirib keldi degani. Xuddi shu kabi islom moliyasi kirib keldimi, demak yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Yangi mijozlar kirib keldi. Endi bundan tashqari yana nima beradi tijorat banklariga bu yangi imkoniyatlar? Masalan, deylik, shu tijorat banklari islom darchalarini ochishdi. Ularga nima kerak bo'ladi ertaga? Pul mablag'lari kerak bo'ladi mijozlarni moliyalashtirish uchun. Uni qayerdan olishadi pul mablag'larini? Ya'ni likvidnost deydi. Likvidnost so'zini eshitgan bo'lsangiz kerak. Likvidlik, ya'ni pulni pul manbalari, ya'ni mijozlarni moliyalashtirish uchun banklar pul mablag'lariga ehtiyoj sezishadi. Buni qayerdan olishlari mumkin bo'ladi? Kapital bozoridan masalan. Endi kapital bozoridan ilgari hozirgi kunda, ilgari emas, hozirgi kunda masalan tijorat banklari bir-biriga kreditlar berish mumkin foizli. Lekin islom moliyasida foizli kreditlar taqiqlangan bo'lgani uchun endi qanaqa qilishadi? Qanaqa qilib, demak, boshqa banklardan moliya mablag'lari jalb qilish mumkin bo'ladi. Mana endi shu holatda islom kapital bozorini rivojlantirish ehtiyoji paydo bo'ladi. Ertaga banklar pul mablag'larini jalb qilish uchun qimmatli qog'ozlar chiqarishlari kerak bo'ladi. Qimmatli qog'ozlar ham oddiy obligatsiyalar chiqarish mumkin emas. Chunki ular foizli moliyaviy vositalar hisoblanadi. Siz hozir sukuk bo'yicha. Endi men sukukka keldim. Ya'ni sukuk bu islom moliyasi doirasidagi qimmatli qog'oz hisoblanadi. Sukuk yordamida pul jalb qilish mumkin bo'ladi kapital bozoridan. Lekin bizda hozirgi kunda sukuk bo'yicha qonunchilik hali ishga tushmagan. Ertaga ehtiyoj paydo bo'lgandan keyin bu sukukni ham demak ahamiyatini demak o'sha tegishli idoralar ko'rishadi. Ya'ni o'sha kapital bozorini rivojlantirishga mas'ul bo'lgan muassasalar, tashkilotlar, davlat idoralari ham buni ko'rishadi va buni rivojlantirish kerak bo'ladi. Buni to'g'risini aytadigan bo'lsam, ancha oldin boshlash kerak edi o'zi. Lekin nimagadir haligacha bu yo'nalishda bir o'zgarish bo'lmadi. Vaholanki ertaga banklar uchun juda dolzarb muammoga aylanadi. Endi yangi yana imkoniyat qanaqa? Chet ellardan yangi moliya bozorini ishtirokchilari kirib kelishi mumkin. Masalan, islom banklar ochishga bo'lgan demak qanaqadir qiziqishi bo'lgan xalqaro xorijiy sarmoyadorlar kirib kelishi mumkin. Yoki bo'lmasam bizni banklarimiz, ya'ni islom moliyasi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan banklar Malayziyadan, Saudiyadan, Birlashgan Arab Amirliklaridan yoki Qatardan yoki boshqa davlatlardan demak islom moliyasi tamoyillariga javob beruvchi moliya mablag'larini jalb qilishlari mumkin. Bu esa ularning imkoniyatlarini bir necha baravarga oshiradi. Buning uchun albatta o'sha banklarda mutaxassislar yetib chiqish kerak. O'sha mutaxassislar demak qanaqa qilib xorijiy islom banklaridan mablag' jalb qilish yo'llarini demak ishlab chiqishlari kerak. Buni oddiygina masalan foizli qarz olishdan ko'ra boshqacha yondashuv talab qiladi o'ziga. Shuning uchun shunga yarasha demak bilim kerak, shunga yarasha demak bir tajriba kerak bo'ladi.
Jahongir aka, bugungi kunda O'zbekistonda mikromoliya kreditlarning 72% onlayn rasmiylashtirilmoqda va sizningcha raqamli texnologiyalar islomiy moliyalashtirishni rivojlantirishda qanchalik muhim? Xo'p, raqamlashtirishga keladigan bo'lsak, bugungi kun talabi bu raqamlashtirish. Bugun mana ko'pchiligimiz o'tirgan joyimizda bemalol bir-birimizga pul o'tkazamiz. Moliyaviy boshqa amaliyotlarni amalga oshiramiz. Banklarda moliyalashtirishni ham bemalol o'tirgan joyimizda jalb qilamiz. O'sha deylik nasiya savdoni ham, demak nasiya savdoni ham biz bemalol o'sha telefonimiz orqali amalga oshiramiz. Bu raqamlashtirishning qanchalik darajada rivojlanayotganligini ko'rsatyapti. Ilgari bizda faqat bitta paynet bo'lardi, esingizda bo'lsa agar bir necha yil oldin, masalan 2007-2008-yillari faqat paynet bo'lardi. Hozir esa bunaqa xizmat ko'rsatuvchi demak raqamli muassasalar juda ko'payib ketgan. Biz hammasini bilmaymiz ham. Eng mashhurlarini bilamiz, o'sha Payme, Paynet, Click, shunga o'xshaganlarni bilamiz, lekin shunchalik ko'pki hozir biz ko'pchiligini bilmaymiz ham. Ba'zilari arzon, ba'zilari qimmat xizmatlari, ba'zilariniki biz arzimas deb hisoblaymiz, shuning uchun o'zimiz o'rgangan ilovadan foydalanaveramiz. Vaholanki, balki hisoblab ko'rsak, bizga yangi boshqa ilova chiqqan ilova manfaatliroqdir moddiy jihatdan. Lekin biz endi o'rganib qolgan bo'lganimiz uchun o'sha eskicha o'zimiz o'rgangan bironta bir ilovadan foydalanib yuraveramiz. Endi islom moliyasi rivojlangandan keyin bu yo'nalishda raqamlashtirish ham kuchayadi. Chunki o'sha islom moliya muassasalari o'zlarini mijozlarini talablariga yarasha bir mahsulotlarni ishlab chiqish va taklif qilishga harakat qilishadi. Aks holda ular boshqa, masalan, an'anaviy banklardan orqada qolib ketishi mumkin. Raqobatga chidolmay qolishi mumkin. Raqobat bardosh bo'la olmay qolishi mumkin. Shuning uchun albatta o'zini ustida ishlash kerak bo'ladi. Yangi bir mahsulotlarni o'ylab chiqarishga va bozorga taklif qilishga, bozorga chiqarishga harakat qilishga majbur bo'lishadi moliya muassasalari. Bu albatta kimga yaxshi? Mijozlarga yaxshi. Hamma xalqimizga yaxshi, bank mijozlariga yaxshi. Demak, bu iste'molchiga yaxshi. Iste'molchilar bundan faqat foyda ko'rishadi, chunki raqobat bu narxlarni pasayishi degani, xizmatlarni sifatini kuchayishi degani. Endi raqamlashtirish bugungi kun zamon talabi. Biz borgan sari injiq bo'lib boryapmiz, ochiqni aytish kerak. Bizga ilgariga o'xshab, masalan, ko'p harakat ham ortiqchalik qilyapti. Masalan, biz imkon qadar shu harakatlarimiz oson va samarali bo'lishini xohlaydigan bo'lib ketganmiz. Va shunga yarasha, demak, biz yangi mahsulotlarni, ya'ni o'sha moliyaviy raqamli mahsulotlarni kutyapmiz. Shuning uchun bizning talabimizga yarasha moliya muassasalari ham harakat qilishlari kerak bo'ladi va bu tushunarli holat. Jahongir aka, Fido Business kompaniyasi islomiy moliyaviy mahsulotlar uchun FB Islamic Finance platformasini ishlab chiqdi va sizningcha bunday tayyor platformalar islomiy bank xizmatlarini rivojlantirishda qanday yordam beradi? Xo'p, men endi islom moliyasi yo'nalishida faoliyat yuritayotganim uchun Fido Businessni mahsulotdan xabarim bor. Ya'ni Fido Business bir to'g'ri ish qilgan. Hali boshqa bu sohadagi deylik bu sohada faoliyat yurituvchi boshqa tashkilotlar harakat boshlamasdan turib harakat boshlagan. Va bu juda katta Fido Business uchun bir yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Chunki mana aytib o'tdik, shu joriy oyning oxirida islom bank faoliyati bo'yicha qonun kuchga kiradi. Bugungi kunda banklar ilgarigi paytga o'xshab kitob daftarda yozib o'tirishmaydi. Banklarning har birida demak o'zini o'sha operatsion tizimi bor.
barcha amaliyotlar o'sha operatsion tizim orqali o'tadi. Haligi ilgariga o'xshab kitob daftar qilib yozib chizib o'tirilmaydi. Hammasi avtomat ravishda demak tizim orqali o'tadi. Endi Fido biznes nima qildi? Shu islom moliyasi rivojlanayotganligini va islom moliya mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini ko'rib tayyorgarlik ko'rdi va o'sha bir jamoasini bir qismini shu yo'nalishda demak faoliyat olib borishga va ertaga banklarga islom darchalari ochmoqchi bo'lgan, islom moliyasi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan banklarga tezroq bir tayyor mahsulotni taklif qilish uchun harakatni boshlashni demak topshirdi. O'sha jamoa demak faoliyat olib bordi va 1,5-2 yildan beri demak faoliyat ketyapti va mana erta-indin shu islom bank faoliyati demak boshlanganda Fido biznes bozorga o'zini tayyor mahsulotini taklif qila oladi. Mikromoliya tashkilotlari uchun ham, banklar uchun ham. Bu esa ertaga banklarga tezda bu yo'nalishda faoliyatini boshlash imkonini beradi. Endi tasavvur qiling, men qonun chiqqandan keyin haligi aytdik-ku boshida, suvni ko'rmaguncha eti yechmaydigan banklar endi suv yaqin kelib qolganda demak harakatni boshlashlari kerak bo'ladi. Suv esa yaqin. Endi buni birdaniga bir kunda qilib bo'ladigan ish emas. Mana hozir aytib o'tdim, Fido biznes 2 yildan beri buni ustida ishlayapti. Hozir endi boshqa bir deylik o'sha Fido biznes raqobatchilari harakat boshlashsa, ularga qancha muddat kerak bo'ladi? Bu 1 oyda bitadigan yoki 2 oyda bitadigan ish emas. Bu muayyan uzoqroq muddat talab qiladigan jarayon. Endi hozirgi holatda demak Fido biznesni raqobat ustunligi bor. Bu esa qo'shimcha daromad degani. Fido biznes uchun mijozlar uchun qo'shimcha imkoniyat degani. Endi hozir qo'shimcha daromad dedik, lekin Fido biznes shu paytgacha 2 yil davomida shundan qancha pulini shunga sarf qildi. Qancha mablag'ini demak shunga sarf qildi. Bu kattagina mablag' bunga sarf bo'lgan. Endi u sarf qilingan xarajatlarni birinchi chiqarish kerak. U hali foydaga chiqqungacha hali ancha qovun pishig'i bor o'zbek tilida aytganda. Shuning uchun bu holatda Fido biznes raqobat ustunligiga ega bo'ladi. Mijozlar deganda o'sha islom moliya muassasalari demak tayyor mahsulotga ega bo'lishadi. Katta rahmat sizga. Murabaha, mudaraba va ijara kabi mahsulotlarga qaysi jarayonlarni avtomatlantirish eng muhim deb o'ylaysiz, Jahongir aka? Xo'p. Hozir aytib o'tdik, murabaha, ijara, muzoraba, salam, istisna turli islom moliya mahsulotlari bor. Bularni endi imkon qadar demak o'sha dastur doirasida, ya'ni o'sha Fido biznes masalan ishlab chiqqan dastur doirasida avtomatlashtirish kerak bo'ladi. Chunki hozirgi kunda aytib o'tdik, bugungi kunda 21-asrda yashayapmiz. Hamma narsa raqamlashtirishga qarab ketyapti. Ya, masalan o'sha sun'iy tafakkur ham masalan bizga yordam berishni boshladi. Ko'pchiligimiz shu sun'iy tafakkur imkoniyatlaridan foydalanyapmiz. Bir necha yil oldin bu yo'q edi. Ha, to'g'ri. Endi mana o'sha ba'zi mahsulotlarni demak to'liq raqamlashtirish mumkin, ba'zilarini qisman raqamlashtirish mumkin, lekin buni mutaxassislar bilan o'tirib hal qilish kerak bo'ladi. Ya'ni qaysi jarayonlarni raqamlashtirsa bo'ladi, qaysi jarayonlarni esa raqamlashtirib bo'lmaydi. Masalan, deylik murobahada biz hozir jarayonlarni ketma-ketligini yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Masalan deylik va o'sha ketma-ketlikni qaysi bosqichlarini avtomatlashtirish mumkin. O'sha bosqichlarni demak mutaxassislar bilan o'tirib, ya'ni islom moliyasi bo'yicha mutaxassislar hamda
IT ya'ni axborot texnologiyalari yo'nalishidagi mutaxassislar bilan birga o'tirib, demak ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Qaysi birlarini demak raqamlashtirish mumkin. Endi hozir aytib o'tganimdek, demak raqamlashtirish masalasida o'sha islom moliyasi bo'yicha mutaxassislar va raqamlashtirish bo'yicha mutaxassislar demak birga o'tirib, demak ko'rib chiqishlari kerak. Lekin fido biznesni masalan o'sha mahsulotini bir aytib o'tdik. Biz hozir kunda bilmaymiz qay darajada raqamlashtirilgan. 90% mi, 100% mi, 80% mi buni bilmaymiz. Lekin muayyan darajada demak raqamlashtirilgan va uni endi jarayon davomida, buni ishlatish davomida ko'rib chiqamiz. Hozir men bir narsa deya olmayman. Chunki mahsulotni ichidan hali foydalanib ko'rmaganmiz. Foydalanib ko'rganimizdan keyin buni ko'proq ma'lumotga ega bo'lganimizdan keyin tajriba shu fido biznesni demak ilovasi bilan yoki uni dasturi bilan ishlash tajribasi paydo bo'lgandan keyin unda biz ayta olamiz. Mana bu joylariga e'tibor qaratish zarur ekan, bu joylarni kuchaytirish kerak ekan, bu joylar juda yaxshi ekan degan bizda bir qanaqadir fikrlar paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Jahongir aka, nima uchun banklar uchun hozirgi tizimlarni o'zgartirishdan ko'ra tayyor islomiy moliya platformasidan foydalanish qulayroq bo'ladi? Xo'p, bugungi kunda banklar uchun demak ko'pchilik o'ylaydiki, mana hozir deydi bizda deydi o'zimizda ichki o'sha ABS tizimimiz bor masalan, uni deydi biroz kuchaytirib, ya'ni update qilib, ingliz tilida aytganda, islom moliyasi talablariga moslab tezda yo'lga qo'yib yuborsak bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin eslardan chiqarishadi. Yana bir o'zbekning gapi bor. Men juda bir o'zbek tilini sevaman-da. Shuncha o'zbek xalq maqollari, matallarigacha e'tiborliman. Eskini eplaguncha esing ketadi deydi. Ya'ni eskini eplaguncha esing ketadi degani bu o'sha eskini yamab, to'g'rilab, uni bir moslashtirguningcha yangi olib qo'yganing oson degani. Yangi tayyor platformada ishlagan ancha oson. To'g'ri. Buni bittagina kamchiligi bor. Yangi platformani. Endi o'zingiz ham bilib turgan bo'lsangiz kerak qanaqa kamchilikligini. U kamchilik narx bilan bog'liq. Ya'ni u qimmat. Shuning uchun imkon qadar eskini harakat qilishadi bir moslashtirishga yangi olgandan ko'ra. Yangi olsa qimmat bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin o'sha eskini bir nima deydi? Yaxshilashga ketgan vaqt yangi platformani qo'yishga sarf bo'lgan xarajatdan menimcha nima deydi? Hozir men fikrimni yaxshi ayta olmadim. Ya'ni xullas oddiy qilib aytadigan bo'lsak, u eskini o'ziga moslaguncha ancha vaqt ketadi. Undan ko'ra o'sha biroz pul sarf bo'lsa ham, lekin yangi platformani qo'yish o'sha moliya muassasasiga manfaatliroq bo'ladi. Lekin uning uchun hisob-kitob qilish kerak. Uning uchun mutaxassislar mutaxassislar uni bir nima deydi? O'zini to'g'ri fikrni bildirish kerak bunaqa paytda. Masalan, rahbariyatga qancha pul kam sarf bo'lsa, shuncha yaxshi. Masalan, biznes egalariga bu oddiy. Bu ham tushunsa bo'ladigan narsa. Xo'p, mutaxassis kiradi, bank rahbariyatiga aytadiki, shu yangi tizim deydi, masalan, $100,000 turadi deydi, masalan. Desa, bank egalari yoki masalan o'sha mutaxassis bank rahbarlariga kirib aytadiki, mana shu yangi dastur olaylik, mana islom moliyasini demak birdaniga rivojlantirish imkoniyati bo'ladi. Bu taxminan $100,000 turadi. Bank rahbariyati aytadiki, "Xo'p, o'zimizni deydi, mavjud tizimmi deydi. Yaxshilashsak, shuni deydi, o'sha islom moliyasiga moslashtirsak qanaqa bo'lar ekan deydi. Unda qancha pul ketadi deydi." Siz mutaxassis endi 50,000 ketsa kerak deyishi mumkin masalan, deylik.
Unda deydi bank sразу o'sha rahbarlari yoki egalari aytadiki qancha kamroq xarajat bo'lsa shuncha yaxshi. O'zimiznikini bir harakatini qilinglar deydi. Lekin unga ketkizgan vaqt bunga arzimaydi. Chunki siz buni moslashtirgunizcha boshqa tayyor o'sha yangi platformani o'rnatgan moliya muassasalari oldinga o'tib ketishadi. Siz raqobatda orqada qolib ketasiz. Undan ko'ra yangi olib qo'ygan balki yaxshiroqdir. Lekin agar shunchalik darajada kuchingiz bo'lsa, o'sha mavjud tizimni bir kuchaytirib, unga yangi imkoniyatlar qo'shishga qisqa muddatlarda erisha olish imkoniyatingiz bo'lsa, albatta bu yaxshi. Lekin unaqa imkoniyat bizda yo'q. Ko'pchilikda yo'q. Aksariyatda yo'q desak to'g'riroq bo'lsa kerak. O'zi bormikin degan gap ham bor. Ha, to'g'ri. Katta rahmat sizga va Sizningcha zamonaviy texnologiyalarsiz islomiy moliyalashtirish ommaviy bozorga aylanishi qiyinmi? Xo'p, agar zamonaviy yangi axborot texnologiyalari qo'llanmasa, o'sha moliya muassasasi zamondan orqada qolib ketadi. Zamondan orqada qolib ketdi degani bu yangi mijozlarsiz qoldi degani, yangi daromadlarsiz qoldi degani, yangi imkoniyatlarni qo'ldan boy berdi degani. Bugungi kunda mana hozir 21-asrda hozir raqamlashtirish to'g'risida gapirdik. Hozir endi hamma narsa shu raqamlashtirish orqali bo'ladi. Bundan buyog'iga haligi kitob daftarga qaytish ilojsiz deb bilamiz. Bu endi o'tib ketdi endi. Bu jarayondan o'tib bo'lganmiz. Endi bu yangi zamonning talabi oldimizga qo'yildi. Yangi imkoniyatlar ochildi. Endi ulardan foydalanilmasa, albatta bu orqada qolib ketiladi. Shuning uchun har qanaqa moliya muassasasi singari islom moliya muassasalari ham yangi texnologiyalarga jiddiy e'tibor qaratishlari lozim. Jahongir aka, bugungi suhbat uchun katta rahmat sizga. Уважаемые зрители, на данный момент я с вами спешу попрощаться. Также прошу вас подписываться на нас. Не упустите интересный материал, специализированный экспертный материал в сфере исламского финансирования, в сфере банковских технологий, в целом в сфере финтех и так далее. Подписывайтесь, следите за нами, следите за нами в наших соцсетях. И в целом, до встречи. Будем рады всегда вас видеть и читать ваши комментарии, видеть ваши лайки, ваши репосты и так далее. Будем рады, оставайтесь с нами и надеемся, с нашего контента вы почерпнете очень много для себя полезного, экспертного и того материала, который в дальнейшем поспособствует вашему развитию и развитию вашего бизнеса, сферы банковских услуг, финансовых технологий и микрофинансовых организаций. Спасибо за внимание. До скорых встреч.